Yunusobod 15-kvartaldan sotilgan uyimizga chiqqan to'rxona 1-etaj, 5 etaj uyimiz. Bu to'rimizni podyezddan kirishimiz bor. Bu uyimiz umumiy maydoni 83 kvadrat. Hop, chap qo'limizda bu yotoqxona. Bu yoq xonamiz, detskiy xonamiz bu yoq kichkina. Hop, o'ng tarafimizda yana bitta yotoqxona. Remonti toza, kirib yashasa ham bo'ladi. Xolasanglar o'zingiz uchun boshqatdan polniy remont qilsanglar ham bo'ladi. Hop, bu chap qo'limizda bitta sanuzel. Bu yog'imizda vanna. Bu yog'imizda zal mana. Bu yog'imizda mana balkon, oshxona. Hop, bu uyimizning narxini 89 ming kelishtiradigan joy bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.